Assalomu alaykum obunachilar. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Navbatdagi darvozamizni Ulyanov Vodiy mahallasiga o'rnatdik. Bir ko'rib, baho berasizlar, yurakchani qizartirib qo'yasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mehnatimizni baholab qo'yasiz. Juda chiroyli bo'ldi. Razmerlarimiz 320 ga 380. Tepadan lazer qilib berdik. 1 lis, 6 ga 4 2 taylari shveyler. Zamoglari har doimgidek zamog. Ichki taraflarini ko'rsatamiz. Qo'shib tur. Ichki taraflari. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, pastdagilarga telefon qilaverasizlar. Xohlasa xizmatingizdamiz. Obuna bo'lib qo'yib, kommentariyasiga narx so'zini yozsangiz, biz narxini sizga batafsil tushuntirib beramiz. Xizmatlar bo'lsa nomerlarga telefon, obuna bo'lishga to'xtamaymiz. Do'stlar, mehnatimizga baho berib qo'yasiz. Yurakchani qizartirib qo'yib, xudo xolasa obuna bo'lib ishlarimizni kuzatib boringizlar. Qo'ldan kelgancha sifatli berishga harakat qilamiz. El xizmatidamiz. Rahmat ustalarni qo'llab-quvvatlash uchun. Ko'rib baho beringizlar.